Ha, qo'shni nimani xayolini suryapsiz bu narsadan quruq qolgan deb. Aka nima deysiz? Qumga yetkazsam semonga-yu, semonga yetkazsam qumga-yu, ayolda g'isht chaqirish kerak, u yo'q, bu yo'q, hali oylikka tushmay. Buni oson yo'li bor-ku. Nima yo'li? Yuring, men sizga ko'rsataman shu narsani hozir. Qanaqa yo'li bor ekan? Keling qo'shni, kela qoling. Ya xormaylar. Alaykum assalom. Doniyor yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizmisiz? Salom. Yaxshi yursin. Kelinglar aka. Keling, qo'shni o'tiring. Charchaysizmi Doniyor? Mani qo'shnim. Shularda ozgina qurilish bo'layotgandi, pulni ozgina ehtiyoj sezayotgan ekanlar. Nima variant qilib bera olasiz? Shu ham muammo aka. Hozirgi kunda ko'p narsa yechimini qilsa bo'ladi-yu. Nima variant bo'lsa qiziq kelyotdi yo'qmi? Hozirgi kunda aka bizda yechim juda ko'p. Hammasini podrяд qilib ketsangiz ham bo'ladi, to'xtatmasdan, ketin uzmasdan. Surokingizni tezroq bitirish yo'llari bor. Bizda рассрочка yo'li bilan muddatli to'lov orqasida bor. 3, 6, 9, 12 oyga beryapmiz. Summasini без ограничения. Uning uchun nima kerak bo'ladi bizga hozir olish uchun? Faqat pasport. Faqat pasport. Faqat pasport. Zo'r, qo'shni. Gap yo'q lekin. Yetdimi sizga? Boshlaymiz. Ha, yuring qo'shni. Shunaqa tanishlaringiz bor ekan, shunaqa do'konlaringiz bor ekan. Maslahatga chiqmaysizmi o'zingiz ham qo'shni? Mana ishlaringiz ham bitdi. Qurilishni ham oson bo'lib qolibdi. Oson, ha? Tanish bo'lsa hamma joy oson hozir. Gap yo'q. Boshladik, aka.